Ko'rsatuvimizga murojaat qilgan Kattaqo'rg'on tumanida ko'p yillardan buyon faoliyat yuritib kelayotgan tadbirkor Azamat Toshtemirov bundan 6 yil oldin buzilgan uy-joylari, oshxonalari uchun kompensatsiya puli ololmayotganligini aytmoqda. Mana yer maydonini 4,5 sutka yer qoldirdim, 16 sutkada. Yer maydonini mahalla qurgan. Mahallaning yonidan tadbirkorga bergan. Xullas tadbirkorlarga berib yuborgan men yerimni. 16,5 sutkada men 4,5 sutka yer qo'ygan. Qolgani yo'q. Kompensatsiyaga ham mana 1 yil bo'lyapti. 2024-yil mart oyida sud qarori chiqqan. Hali ijro bilan ta'minlangan yo'qdi. Qilmagan joy qancha pul ajratilgan? 586 million so'm. Endi har bitta anaga murojaat qilib chiqdim. Respublika prokuraturasiga ham, Obli prokuraturasiga ham yaqinda Obli hokimimiz keldi. Yangi bo'lgan Obli hokimimizda ham qabuliga kirdim. Hech qanday natija yo'q. Undirib beramiz deb faqat MEPdan xat keladi. Taqiq qo'yibmiz, undirib beramiz. Tumanimiz 1 milliard qancha qarzi bor deydi. Shuni ichida sizniki ham bor, undirib beramiz deydi. Boshqa natija yo'q. Xat javoblari bir xil. Murojaatchining aytishicha, mana bu yengil konstruksiyali qurilmalar joyi ilgari tashlandi holda yotgan edi, ammo shartnoma qilinib, obod bo'lgach, noqonuniy qurilish deb topilib, jarimaga ham tortilgan ekan. Endi bu yengil konstruksiyaga noqonuniy qilganimizmi? Yengil konstruksiyani lekin 12 metr muhofaza zonasi jildirib qoldi. 12 metr muhofaza zonasi. Sherlar 29-yilgacha shartnomam bor. Jildirib atqoz bilan sherda anaqa qilishga. Bular noqonuniy egallab olgan deb menga sudga chiqardilar-da, nima qildilar? Jarima qo'lladilar. Lekin bu yo'q konstruksiya, bu tijoriy konstruksiya emas bu. Agarda qachonki mushayt qilsa mana kanalni 2019-yil ham Eshonbo'g'on davrida ham bir prokuror bo'amiz keluvdi. Gapirganda men aytdim, prokuror bo'va mana shu narsa agar mushayt qilsa mana kanalni qozaman desa, mushayt qilsa men olaman. Bu yerdan odamlar foydalansin. Yo'lda ustida pavilon qilib qo'yibman. Ikkita uchta ishchini ta'minlab qo'yibman bergan. Nima bir yomonlik qildim. Mana yotibdi mana musorxona bo'lib. Analar ham yotibdi musorxona bo'lib. Qachonki bir joyda obod qilsangiz, darrov egasi chiqadi, yo'qmasa bir nima qilishga to'g'ri kelyapti-da. Tadbirkor otaxonni murojaat qilmagan tashkiloti kirmagan, mas'uli qolmagan, ammo yuborilgan murojaat javoblari bir xil ekanligi aytilmoqda. Biz murojaatchi bilan birgalikda Kattaqo'rg'on tumani majburiy ijro bo'limiga borib, mas'ullar bilan uchrashdik. Kattaqo'rg'on tumani sudining qaroriga asosan 2024-yil 13-avgustda qaror chiqqan. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 13-avgust 2024-yilda qaror chiqarilgan. Fermer xo'jaliklari foydasiga 5,52 million so'm undirish belgilangan. Ijro harakatlari davomida qarzdorlik hisob raqamlariga band solingan. Ijro hujjati bo'yicha boshqa qarzdorliklar, ya'ni Asomid undiruvchi Asomid Qodirov Asomiddin foydasiga, Toshtemirov Azamat foydasiga, Ortiqov Nabijon foydasiga, Matluba Allayeva Matluba foydasiga, Qodirov O'lmas foydasiga, Beklaziz Bog'bon fermer xo'jaligi foydasiga, Bahorov O'tkir foydasiga, Xoldorov Sobirjon, Daminov Faxriddin, Tursunmurod Ortiqov Tursunmurod, Bahorov Oltinboylar foydasiga jami qarzdorliklar bo'yicha talabnomalar berilgan. Shu ijro hujjatlari bo'yicha har biriga Moliya bo'limi, g'aznachilik bo'limiga qarzdorlik hisob raqamiga band solish to'g'risida qaror va talabnomalar berilgan va undiruvchilar tomonidan murojaatlar bo'lganda holatlar tushuntirilgan. Hozirgi kunda bugun Beklaziz Bog'bon fermer xo'jaligi foydasiga 5,52 million so'm undirish choralari jarayonida undirildi. Qolgan undiruvchilar foydasiga ijro harakatlari undirish chorasi olib borilmoqda. Yana bir tadbirkor esa bir necha yildan beri hokimlik, soliq idoralarida puli bo'la turib, sud qarori chiqqan bo'lsa-da, ololmayotganligini bildirmoqda. Harakatlarni amalga oshirish uchun hokimiyat majburiy ijroga xat berishga haqlimi? Ijro hujjatlari bo'yicha sizda hozir bu qo'shimcha murojaatlar bo'yicha biz aniq ma'lumotga ega emasman. Agar sud qarorlarini taqdim qilib turib bizda ijro hujjatlari bo'layotgan bo'lsa, haqli emas. Tuman hokimligini majburiy ijroga bergan xati majburiy ijroni buzish to'g'risidagi xati iltimos to'xtatishingizni iltimos qilib so'rayman deb sizlarga xat beryapti. Shuning uchun buzish to'g'risidagi ijro jarayonida ketgan yo'q, to'xtatilib turibdi. Undiruvchi yoki qarzdorning iltimosnomasiga ko'rsatilgan arizalar ko'pi bilan 10 kun to'xtatiladi-da. Qonunchilikda belgilab qo'yilgan. Lekin bu ijro hujjatlari bo'yicha
tegishli hujjatlaringizdan, qarorlaringizdan bitta nusxa bersa, bir ko'rib chiqsak buni. Yillar davomida tuman hokimligi bilan sudlashib, o'z yeriga egalik qilolmayotgan tadbirkorning aytishicha, yozmagan tashkiloti, kirmagan mas'uli qolmagan. 20-yil 25-da dekabrda beryapti. O'sha yanvar, fevral, mart yarmigacha muzgarchilik. Uni juda yaxshi bilasizlar. Yuristlar hamma biladi. Men 2 oy ishladim. 2 oy ichida 2 ta ishchi o'rin yaratdim. Artizan qozdim. Mana shuncha daraxt yekdim, 2 oy ichida olyapti. Tenderda 1 yil davomiga cho'zib beryapti, tenderga qo'yib beryapti yerda. Tenderdan keyin tendergacha bular yana 2 ta mirat, 4 ta mirat foyda bo'lyapti. Bizga taqdim etilgan mana bu hujjatlarda qayd etilishicha, tuman hokimligi hozirda tadbirkorlardan 1 milliard 400 millionga yaqin qarzdor ekanligini bildirishgan. Umid qilamizki, lavha efir yuzini ko'rgach, viloyatdagi, respublikadagi mas'ullar bu murojaatlarni e'tiborsiz qoldirishmas. Uz Murojaat TV, Chingiz Norqulov, Rustam Ragimov, Samarqand.